Pythonda sonlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda bilamiz, ma'lumot turlari bilan tanishganmiz. Pythonda integer, float va complex degan son ma'lumot turlari bor. Raqamlar, ya'ni sonlar ko'rinishidagi. Xo'p, integer bu butun sonlar, ya'ni hech qanaqangi qoldig'i yo'q. Masalan, 1 ham integer, hattoki u minusda bo'lsa ham, -2 ham bu integer, butun son. Endi qoldiqli bo'lsa, bu 1.2 yoki bo'lmasa minusda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana 56.169. Bular float, ya'ni qoldiqli sonlar. Endi kompleksga keladigan bo'lsak, kompleks sonlar bu mana bunaqangi murakkab katta sonlarga, xullas kompleks qiyin sonlar deyiladi. Bunaqangi komplekslarga yetib borishimizga ozgina bor. Va bugun qarang, sizlar bilan sonlar mavzusiga kelganda biz sum funksiyasi haqida, max yoki bo'lmasa min kabi eng katta qiymatni, eng kichkina qiymatni olib bera oladigan, round ya'ni sonlarni yaxlitlashga yordam beradigan va modul math moduli haqida ham, keyin modul random haqida ham gaplashamiz. Tasodifiy elementlar bilan ishlay oladigan. Hop, birinchi o'rinda sonlarni yaxlitlashdan boshlaydigan bo'lsak, agar sizda son katta bo'lsa va qoldiqli bo'ladigan bo'lsa, masalan 12.139. Bu sonni yaxlitlash kerak bo'ladigan bo'lsa, agar shunchaki butun son qilish kerak bo'lsa, oldingi darslardan bilamiz, eng oson yo'li nima? Eng oson yo'li bu int funksiyaga olish. Mana. Hozir mana i ni ekranga chiqaradigan bo'lsam, bu sonimni nima qiladi? Floatda integerga, butun songa olib beradi-da, bor yo'q 12 ni qaytaradi. Lekin yaxlitlash kerak bo'lib qolsa, misol uchun mana bunaqangi 12.9999 bo'lib ketib qolgan, masalan bizda 12.1399 shu qiymatini chiqarishimiz kerak, shu darajada yaxlitlashimiz kerak. O'sha paytda bizga round funksiyasi yordamga keladi. Men to'g'ridan-to'g'ri print ishlatib ketaveraman. Round sonlarni yaxlitlaydi. Masalan, n ni beradigan bo'lsam, qarang, hozir bu prosta 12 ni qaytaradi. Ya'ni xuddi integerga o'xshab faqatgina butun sonni qaytaryapti. Lekin roundga ikkinchi parametr sifatida virguldan keyin sonni ko'rsatsangiz, masalan 3 deydigan bo'lsak, bu narsa mana tochkamiz bor-ku, qoldig'i hisoblab beradi. Shu qoldiqdan keyin nechta sonni qoldirish kerakligini ko'rsatib beradi Pythonga. Bu bizga 12.4 ni qaytaryapti, ya'ni yaxlitlayapti. Yoki bo'lsam 2 ta deydigan bo'lsak-chi. Round 999 bo'lib ketganligi uchunmikan? Mana bunaqangi son bo'lsa, lekin boshqacha yaxlitlaydi. Mana qarang. 2 ta desam 12.33 deyapti. Hozir bundan avval 999 bo'lib ketganligi uchun round nima qilib qo'yapti? To'liqligicha yaxlitlab turib, mana 12.4 qilib qo'ygandi. Lekin qoldig'i qarang, qoldig'i murakkabroq qoldiq bo'lib ketyapti, endi soddaroq qilib aytganda. Nechta son? 2 ta son chiqish kerak deyapti. Agar buni rounddan keyin misol uchun soningizni berib keyin 3 ta deydigan bo'lsangiz, 3 ta sonni chiqarib beradi. Ya'ni mana bunaqangi tarzda chiqarib beradi. Yoki bo'lmasam rounddan keyin 4 ta son deydigan bo'lsangiz, endi mana bunaqangi son chiqarib beradi. Mana. Xullas bu virguldan keyin ko'rsatadigan soningiz nechta songacha xullas yaxlitlash kerakligini ko'rsatib beradi. Round bu sonlarni yaxlitlash. Xo'p, sumni ko'rib chiqadigan bo'lsak, sum berilgan qiymatlarda sum, ya'ni yig'indisini hisoblab beradi. Faqat bu berib turgan qiymatlaringiz mana bunaqangi yo massiv yoki kortej ko'rinishda bo'lishi kerak, tuple, spiska bo'lishi kerak xullas. Ya'ni bitta qiymat bo'lishi kerak. Ularga to'g'ridan-to'g'ri nima desam bo'ladi? Qiymatni ko'rsata olmaysiz. Shu narsani inobatga olishingiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri misol uchun sum deb turib virgul 1 2 3 qila olmaysiz. Xuddi shunaqangi ketma-ketlik bo'lishi kerak. Mana ikkalasi ham 6 ni qaytaryapti. Yoki bo'lmasa, masalan, sizga shunaqangi topshiriq tushgan, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblovchi dastur tuzing deyapti. Eng osoni, to'xtang. Shu joyda zo'r narsa ko'rsataman, life hack emas, endi sumning imkoniyatini ko'rsataman. Sizga mana masala tushadi. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblang degan masala tushadi. Nima qilasiz siz? Birinchi o'rinda rezultat yig'indini hisoblash uchun mana 0 ga teng bitta o'zgaruvchi ochib olasizda.
for I in nima deysiz? Range deb turib 1 dan 11 gacha sonlarni olasiz. Keyin nima qilasiz? Xuddi shu 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlaringizni rezultatga qo'shib borasiz va sikl tugagandan keyin oxirida rezultatingizni chiqarasiz ekranga. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 55. Bu to'g'ri. Buni lekin mana bunaqangi oson usulda hal qilish mumkin. Sum funksiyasini yozamizda range sonlar diapazonini berib 1 dan 11 gacha qiymatni berib qo'yamiz. Natija 55. Tara deydimi? Xullas, sum berilgan ketma-ketlik, ya'ni qiymatlari, son qiymatlari ichida qiymatlaringizni yig'indisini qaytaradi. Endi xuddi shu berib turgan sonlaringizni, qiymatlaringizni ichidan eng kattasini yoki eng kichigini olish uchun min hamda max funksiyalari bor. Mana men range beryapman, 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlar, ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar. Ishga tushirsak, qarang, min nimani qaytaryapti? Min bu 1 ni qaytaradi, max bo'lsa 10 ni qaytaradi. Ya'ni min berilgan ketma-ketlikni qiymatni ichidan eng kichkinasini, max eng kattasini qaytarib beradi. Math moduli bilan tanishib chiqar ekanmiz. Math moduli import qilinishi kerak bo'lgan modul, Pythonning o'zining standart moduli va import qilinishi kerak bo'lgan modullar yuqorida, ya'ni kodning eng birinchi qatorida yoziladi. Bizga hozir math moduli bilan random moduli kerak. Shuning uchun ham ularni import qilib olamiz. Importlar o'rtoqlar alfavit ketma-ketligida bo'lishi kerak. R adashmasam alfavitni boshida keladi. M keladi. M kelar ekan, birinchi math, keyin random modul. Vergul orqali ajratyapman. Bu ikkala modulda ham import, ya'ni o'zimizni mana bu numbers fayimizni yuklab olyapmiz. Endi bu math moduldagi, random moduldagi funksiyalarga yoki bo'lmasa o'zgaruvchi qiymatlarga to'g'ridan to'g'ri emas. Mana shu modul nomi, undan keyin murojaat qilishimiz mumkin. Undan keyin deganda men mana bunaqangi sintaks nazarda tutyapman. Masalan, math modulida p soni bor. math.p deydigan bo'lsangiz, bu haligi 3.14 ni qaytaradi. Aynan mana shu sonimizni mana tepadagi round bilan yaxlitlasak bo'ladi endi. Yaxshi natija bo'ladi. Round, bahonada round math modulidagi, random modulimizda ham qanday round modulimizda ham qanaqa round funksiyamizda ham qanaqa ishlashini ko'rib olamiz mana. Hop, math modulida qo'shimcha funksiyalar ko'p. Masalan, bulardan bittasi bu sonni modulini qaytarish uchun, ya'ni minusda bo'lsa plyusini, plyusda bo'lsa ham o'sha plyusini qaytarish uchun yordamlashadi degan abs degan funksiyamiz bor. Misol uchun bizda x bo'lsa minus 23 qiymat. Print math moduldagi abs funksiyani chaqiramiz. Kstati, u abs to'g'ridan to'g'ri murojaat qilsa bo'ladigan funksiya math modulda emas. X chaqiradigan bo'lsak, mana qarang, 23 ni qaytaryapti. Ya'ni bu yoqda plyusdagi qiymatni qaytaryapti. Minusni plyus qilib beradi doim. Endi absga plyus qiymat bersangiz nima bo'ladi degan savol. Minus qilib beradimi deb ko'pchilik so'raydi-da. Yo'q, faqat plyusni qaytaradi. Agar minus bersangiz, lekin uni ham nima qilib beradi? Plyus qilib beradi. Mana joyda hozir minus 5 beraman. 31-qatorda. Mana faqat plyusni qaytaradi. Shuni inobatga olib qo'yasiz. Absolut qiymat, ya'ni modulini qaytaradi sonni. Hop. Masalan, sonni kvadrati ildizini olish uchun, sonni ildizdan chiqarish uchun sqrt degan modulimiz bor. Misol uchun, math modulda sqrt chaqirib 16 ni bersak, 16 ni ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bu bizga mana bunaqangi 4 ni qaytaradi. Math modulida shunaqangi sinus, mana sail, floor yoki pole kabi funksiyalar ham bor. O'zi matematik amallarni bajarish uchun modul, math moduli. Uni rostmana o'tirib dokumentatsiyani o'qib, agar matematikaga chuqur kirishadigan bo'lsangiz, mana shu moduldagi qo'shimcha funksiyalarni hammasini o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Lekin kelishi mumkin, uchrashi mumkin bo'lgan, duch kelishimiz mumkin eng asosiylarini ko'rsatib ketyapman men. Hop. Math modulidagi sizga sail bilan keyin floorni ko'rsatib ketamiz. Qarang, men bunga math modulidagi p sonni berib ketaman. Sail bilan floor qanaqa ishlashini ko'rib ketasiz.
Xo'p, qarang. Bittasi 4 qaytaryapti, bittasi 3 qaytaryapti. Vaholanki pi sonimiz mana bunaqangi son, to'g'rimi? Must be. Mana. Xo'p, sale bergan soningizni qoldig'i nechi bo'lishidan qat'iy nazar, shu qoldig'i katta, 0 dan katta bo'lsa bo'ldi, chunki 0 bo'lsa o'sha sonning o'zi butun bo'lib qoladi. 0.1 bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Masalan, 0.1 ni nima qilib beryapti? Sale 4 qilib beradi. Ya'ni tepaga qarab yaxlitlaydi. Floor bo'lsa qoldig'i nechi bo'lishidan qat'iy nazar pastga qarab yaxlitlab beradi. Ya'ni butunini qaytarib beradi, 3 qilib beradi. Bu ikkalasiga qo'shimcha yana misol beraman. Misol uchun mana. Qarang, sale tepaga qarab yaxlitlaydi degan. Masalan, 5.1 beryapmiz. Floorga bo'lsa 5.9 beryapmiz. Ikkalasi nima qilib berishini ko'rasiz. Qarang, 5.1 ni ham sale tepaga qarab yaxlagani uchun 6 qilib beryapti. Floor bo'lsa pastga qarab yaxlagani uchun 5 qilib beradi. 9 butun qoldig'i bo'lsa ham. Sale bilan floor shunaqa ishlaydi. Endi mass modulida pow degan metod ham bor. mass.pow. Bu siz bergan sonda siz bergan darajasini qaytaradi. Ya'ni qanaqa qilib? Bunga ikkita son beramiz. Misol uchun 2 bilan 2 ni bersak, bu degani 2 ni ikkinchi darajasi degani bo'ladi. Shuning uchun ham pow 4 ni qaytaradi. Lekin masalan 2 ni 10-darajada desak, bu 1024 ni qaytaradi. Ya'ni 2 ni 10-darajasini qaytaryapti. Shu asnoda misol uchun 7 ni 9-darajasi desangiz bo'ladi. Xullas, mana bunaqangi son qaytaradi. Pow birinchi bergan soningizni, ikkinchisi darajasi. Shu darajaga ko'tarib beradi. Pow metodi. Xo'p, endi bu matematik amallar, ya'ni matematik qiymatlar bilan, amallar bilan ishlashadi mass modul orqali. Endi qarang, random moduli tasodifiy elementlar bilan ishlash uchun. Xo'p, eng birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz, agar sizga qaysidir sonlar orasida tasodifiy sonni olish kerak bo'lsa, rand int degan metodi bor, random modulni. Misol uchun rnum deb aytaylik, random number. Random modulidagi rand int degan metodga murojaat qilib, aytaylik bizga 1 bilan 9 orasida bitta tasodifiy son kerak. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, rnum. Mana qarang, bu safar 7 ni olyapti. Har safar har xil son oladi. 9 ni oldi, 4 ni oldi, 6 ni oldi, 5 ni oldi. Rand int bu tasodifiy son olish metodi. Xo'p. Endi rand int ko'rdik, rand range tasodifiy diapazon olish, random choice. Siz uchun kerakli bo'ladiganlarni ko'rsatib ketaman. Xo'p. Bizda aytaylik string bor. Mana shu stringning ichida tasodifiy bittasini olish kerak yoki bo'lsam bir nechtasini olish kerak. Random modulda choice degan metod bor. Choice bu tanlov degani. O'zingiz ham ingliz tilini bilsangiz, juda yaxshi tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Qarang, bu safar O ni oldi, yana O ni, P harfini, T harfini, xullas mana shu tarzda choice shu bergan sizga bergan ketma-ketlikda bitta tasodifiysini olyapti. Endi shuffle degan metodimiz bor. Bu shuffle'ni sinab ko'rish uchun bizga massiv kerak bo'ladi. Chunki u berilgan ketma-ketligingiz ichidagi elementlarda shuffle, xullas o'rinlarni almashtirib palapart chiqib tashlaydi. Ishlashini tekshirish uchun qarang, random shuffle array deb beramizda ekranga mana shu arrayimiz chiqadi. Xuddi lotereyani qopchasidagi shariklarni aylantirishga o'xshaydi bu. Mana qarang, 1, 4, 2, 5 qilib chalkash qilib tashlayapti. Elementlarni joylarini almashtirib tashlayapti. Endi mana 2, 3, 1, 5 xullas 51-qatorda massivimiz bir chiroyli sortirovka bo'lib 1, 2, 3, 4, 5 bo'lib turibdi, lekin random shuffle nima qilyapti uni? Xullas o'rinlarini, har bitta elementni joylarini almashtirib tashlayapti. Xo'p, buni sherigi bor. Sample degan metod. Random sample bo'lsa, siz bergan ketma-ketlik ichidan siz bergancha tasodifiy elementni qaytaradi. Masalan, salom degan element so'zni berib 2 ni beraman sample'ga. Bu nima degani? Mana bu ketma-ketlik ichidan tasodifiy ikkita elementni olib, ro'yxat qilib qaytaradi. Qarang mana, bu safar oldi qaytaryapti. O bilan L harfini tasodifiy element qilib olyapti. Hop. Yana davom etadigan bo'lsa, L bilan A ni qaytaryapti.
Xullas, shunaqa qilib sample metodi tasodifiy siz bergan ketma-ketlikning ichidagi elementlardan tasodifiy siz ko'rsatganchasini olib beradi random modulda.